barcha o'zbek xalqiga va hamma azizlari ki o'zbekcha tilini biladilar salom aytaman. Bu qissani janobi ustoz Abdulkarim tillaridan eshitamiz. Ko'p yaxshi qissa qiladi. Malik ibn Dinor va o'g'rini qissasini eshitdingizlar? Men bitta aytib beraymi? Yaxshi bo'ladi. O'g'rilar haqida qanday bo'ladi? Eshitamiz. O'g'rilarga ko'p ne'matlar berilgan ekan deb keyin sekin yo'q o'tib ketib qolmaysizlar. Bir kuni Malik ibn Dinor ko'p tunlarni bedor o'tkazar ekanlar. Tahajjud namozlarini o'qib tursa, uyiga bir o'g'ri kiribdi. Namozni o'zmay namozlarini o'qirdilar. Nega? Chunki uyda hech narsa yo'q-da. O'g'ri ham rosa qidiribdi, u yoqda qidiribdi, bu yoqda qidiribdi. Hech narsa topolmay endi chiqib ketayotganda bir daqiqaga mumkinmi debdi. Bu uyda bu dunyolik hech narsa yo'q. Topolmadingiz-a, yo'q topa. İstəsiniz o dunyolik bir narsa beraman. İstəsiniz o dunyolik nimadir topishingiz mumkin. Boyagi kelgan o'g'ri uy egasini unday muomalasidan ajablanibdi-da. Dod deyish mumkinmidi o'g'ri kelganda? Mirshablarga aytish mumkinmidi? Qoziga ustidan arz qilishi mumkinmidi? Yo'q. Nega? Chunki maqsad uni sharmanda qilish emasda. Olimlarda, katta odamlarda maqsad kimlarnidir sharmanda qilish, kimlarnidir yuzini xaro qilish bo'lmaydi-da. Hatto ularning yuzi shunday bo'lganda ham, hatto ular axloqsiz bo'lganda ham ularga qo'shilib axloqsizlik qilmaydi. Tuzatish bo'ladi, dardi tuzatish bo'ladi. Dardi shaytonga qo'shilib birini sharmanda qilish bo'lmaydi. Shaytonni qo'lidan sug'urib olish bo'ladi. Tushundingizmi? Malik ibn Dinor ham shunday qilibdilar. Endi bir tahorat olib keling bo'lmasa. Tahoratni olib kelib ertalabgacha rosa suhbat qildilar. Allohni tanitib. Keyin bomdodga olib chiqib birga namoz o'qiymiz deb masjidga bomdodga chiqsa, har kuni mahalladan chiqadiganlar qarasa bir begona Malik ibn Dinordan. Bu yoq kim? Musofirmi desa, bu yoq bizni o'g'irlagan keluvdi. Biz bu yoqda o'g'irlab qo'ydik. Bu kishi bizning molimizni o'g'irlagan keluvdi. Biz bu kishini qalbini o'g'irlab qo'ydik. Degan ekanlar. Ana shu qalblarni tuzatishda olimlarning ishi. Olimlarning ishi shunday bo'ladi. Shuning uchun taqvodor o'g'ri degan hikoya bor edi-ku. Bilasizmi qancha odamlardan tashakkur nimalari keldi, xatlari nimalari keldi. Hatto shu yo'ldagilarni o'zlari ham kelishdi. O'zlari ham kelishdi. Hikoyalarni aytib berishdi. Qanaqa men hazillashib aytdim, shu ko'rishganda shu qo'ldagi soatni shuni olib qo'ya olasizlarmi? Kinolarda bo'ladi. Uni ham qilamiz deyishdi. Oson deyishdi, faqat ikki kishi kerak ekan. Bir kishiga biroz qiyin ekan. Bir kishi biroz chalg'itish kerak ekan. Uni ham sir asrorlarini bilib olyapman-da, kelajakda. Endi suhbat kelib qolganda qilaverasiz suhbat. Unaqa ukalarimiz, akalarimiz bilan ham suhbat bo'lib qolsa, qanday qiladi, nimaga unday qilasizlar, masalan, deb endi u samimiy nima bo'lish kerak. Malik ibn Dinor o'shanda arz qilganda u odamning qo'li kesilardi. Qaysi bir yaxshi bo'ldi? Uni qo'lini kestirgan yaxshimi? Uni musulmonlarga yordamchi bo'ladigan biriga aylantirish yaxshiroq emasmi? Masalan, to'g'rimi? O'shaning uchun bizning vazifamiz buzuvchi emas, tuzuvchi bo'lish kerak. Tuzatuvchi bo'lishimiz kerak. Yiqituvchi emas, turg'izuvchi. Shunaqa. Sog' bo'linglar. Siz bizlar ham xarob qalblarni, oluda qalblarni ki hamisha xarob yo'lga ketishgan qalblarni olib yaxshi yo'lga va pok yo'lga o'g'irlab qo'ysak yaxshi bo'ladi ekan. Va salomat bo'lingizlar, tashakkur tavajjuhlaringizdan. Bizlar safani ham follow qilingizlar.
bu videoni ham ishtirokka qo'yg'insizlar. Bo'lsaki inog'ilarimiz dars olsin, aka ukalarimiz, opa singillarimiz dars olsinlar, yaxshi yo'lga hidoyat bo'lsinlar. Assalomu alaykum.